Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Besh yil oldin men dezinfeksiya xizmatida ishlaganman. Bir kuni ko'p qavatli uylarning birining aholisi ofisga qo'ng'iroq qildi. Aytishicha, bir xonasidan cheksiz tarakanlar avjiga olib chiqayotgan ekan. U o'zi hech kimga qo'ng'iroq qilmaydi. Kelinglar, iltimos, butun uylar tarakanlarga to'lgan. Podyezdga kirganimda darhol shirin chirigan hidni sezdim. Kvartiraga qancha yaqinlashgan sarim sassiq hid shuncha kuchayib borardi. Men eshikni taqillatdim. Eshikni esa 80 yoshli buvijon ochdi. U ichkariga chorladi va butun tarakanlarga qarshi hech narsa qila olmasligini aytdi-da, darhol eskirgan kreslosiga o'tirib oldi. Ko'rgan narsam eshik ostonasida muzlatib qo'ydi. Devorlar, pol, shift hamma joy qimirlardi. Tarakanlar qozonlarda, rakvinada, kravatda, stol ustidagi eski chashkalarda edi. Bir qadam tashlaganimda oyog'im ostida quruq qobiqlar qarsillar edi. Dahshat, bu tarakanlar edi. Ventilyatsiyadan mo'ylovlar, razvedkadan esa yaltiroq orqalar ko'rinib turardi. Havo og'ir, dim, chiriyotgan hasharotlar bilan to'la edi. Mana shu dahshatning o'rtasida ezilib ketgan kresloda kampir o'tirar edi. Nimjon, oq sochli, terisi va suvaklari ko'rinib turardi. U kulib turardi va nimalarnidir pichirlardi. Uni qo'llarida, yelkalarida va boshlarida tarakanlar sudralib yurardi. Men uni zinapoyaga chiqishga ko'ndirdim. Unga stul va adyol berdim. Kvartiraga qaytib, sovuq tuman generatorini olib kirdim va butun kvartiraga surbet zahar sepib tashladim. Oq tutun butun xonalarni to'ldirdi. Tarakanlar har joydan chiqib shiftdan yomg'irdek yiqilardi. Men 3 ta hasharot bilan to'lgan xaltani olib muammo hal deb uyga ketdim. Oradan bir hafta o'tib qo'shnilar yana aloqaga chiqishdi. Ular ko'payibdi. Qo'shni kvartirada, axlat qutilarida. Men yetib bordim va kvartirani 2-marotaba kuchliroq vosita bilan tozaladim. Tarakanlar o'ldi, lekin 3 kundan keyin yana takrorlandi. Men 3-marta keldim. Eshik qoqmasdan ichkariga kirdim. Kvartira qorong'u edi. Kampir xonaning o'rtasida yolg'iz turardi. Uning oyoqlari atrofida, devorlarda va yana tarakanlar edi. Kampir esa ming'irlab, tinch ohangda menga gapirdi. U menimcha biroz jinni edi. Sendan hech narsa chiqmaydi. Nima chiqmaydi deb so'radim. Mening bolalarimdan qutulish, ularni yo'q qilish uchun meni o'ldirishingizga to'g'ri keladi. U sekin eski ko'ylaklarini tugmasini ochdi va uni yechdi. Ko'ylak ostida suyak ustiga tortilgan yalang'och jigarrang teri bor edi. Lekin teri silliq emas, yuzlab mayda teshikchalar bor edi. Bu teshiklar uning qornini, ko'kragini va hamma joyini qoplagan edi. Har bir teshikdan mo'ylovchalar va kichik oyoqchalar ko'rinib turardi. Tarakanlar uning ichida yashardi. Tarakanlar uning tanasida to'dalashib, chuqurchalar ichiga kirib chiqib yashirinib olishardi. Keyin esa kampir nimanidir boshlab yubordi. Avval sekin va balandroq, keyin yanada balandroq kulardi. Uning tanasi kulgidan titrardi. U oldinga bir qadam tashladi va menga o'zining yemirilgan qo'llarini uzatdi. Men kvartiradan yugurib chiqdim va ko'chaga chiqib ketdim. Aynan o'sha haftada men iste'fo arizasini topshirdim. Mana yana sizlar kutgandek yangi video chiqdi. Dangasaligim tutib qolmasligi uchun meni haqqimga duo qiling. Duolaringiz sabab tezda video chiqarib turishim kerak. Aytgancha yana donat qilishni ham unutmang, chunki bu meni videolarim yanada tezroq va sifatli chiqishini ta'minlaydi. Opisaniyada silkasi bor, donat tirikchilik. Xullas, donat qilishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.